Assalomu alaykum hurmatli Avtozaz obunachilari. Bugun sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan avtomobilim Isuzu Enquire 90 Musarovoz avtomobili bo'ladi. Agar siz kommunal xizmati yokida chiqindi tashish bilan shug'ullansangiz, bu avtomobil siz uchun qiziq bo'lishi mumkin. Avvalo bu Isuzu Enquire 90 shassisi asosida tayyorlangan Musarovoz hisoblanadi. Isuzu o'zining ishonchliligi va mustahkamligi bilan ko'pchilikka yaxshi tanish. Endi kuzov qismiga e'tibor beramiz. Bu maxsus kuzov chiqindilarni yig'ish va tashish uchun mo'ljallangan. Ish jarayonida operatorga qulay bo'lish uchun va chiqindilarni tezroq yuklash imkoniyati juda muhim. Mana bu yerda esa kuzovning asosiy ishchi mexanizmlari joylashgan. Musarovoz avtomobilimizning eng katta afzalliklaridan biri ish jarayonini ancha tezlashtiradi. Oddiy qo'l mehnatiga qaraganda chiqindilarni yig'ish va tashish juda qulay. Endi kabinasiga ham bir qarab qo'yamiz. Kundalik ishlatiladigan avtomobil bo'lganligi uchun haydovchining qulayligi ham juda muhim. Isuzu Enquire 90 ning yana bir yaxshi tomoni shahar ichida ishlatishga juda mosligi. O'lchamlari va boshqarilishi sababli turli ko'chalarda ishlash uchun qulay. Bu texnika nafaqat katta korxonalar, balki kommunal xizmatlar, chiqindi tashish tashkilotlar va shu yo'nalishda ishlaydigan tadbirkorlar uchun yaxshi variant bo'lishi mumkin. Agar sizga shunday avtomobil kerak bo'lsa, Enquire 90 Musarovoz variantini ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Narxi va komplektatsiyasi mavjudligi bo'yicha batafsil nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.